Assalomu alaykum. Ya, mana chachingiz zo'raqanda. Roltinmi chachingiz? Hozir to'xtab tur. Makaron chach bo'lar-ku, shunday chach ekanda. Shunaqa. Futbolchimisiz? Futbolchi? Ha. Ha, futbolchiman, futbol o'ynayman. Ana tilpangizni bitta tilpon qilib olsam bo'ladimi? O'zi shunga so'rayman dedim-da. Kimsiz? Ne telefon kerak sizga? Men tilpanim yo'q-da, siznikidan bitta tilpon qilib olayin deyapman-da, yaxshilik qilgan. Akamga qilaman-da. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. 17 mi bu? Ha, 17. Ehtiyot bo'ling faqat. Xo'p. Men o'zim qilib beraymi? Ya, o'zim mashinam siznikimi? Ha, mashinam. Pulingiz ko'pmi? Pulim ko'pmi? Yo'q, o'ziga yarasha. Keyin ya, ana charchingiz ushlab ko'rsam bo'ladimi? Makramman rostdan. Ushlab ko'rmoqchimisiz? Ha. Qiziq odam ekansiz. Telefon qilmoqchi edingiz. Mana chachingiz bor-ku, bizda pirchip bor-da, biyda baylaydigan, shunga o'xshaygan, pirchipga o'xshaygan. Ha, xuddi o'sha. Shunami? Xuddi o'sha. Hozir baribir nimbiri ham esimda yo'q-da uning. To'g'risini aytsam, shunga ozroqgina pul berib. Nima qildingiz hozir? Men shuni qarang. men o'zimdanman. Faqat kallamda ana bor-da, saliqana suyuqlik bor-da. Ertalabga bugun kechqurun bo'lsa, ertalab chiqolmay qolaman. Ko'rinib turibdi. Qarang, mana mashiningiz anavlaringiz bor ekan, ozroqgina pul berib turing, yordam qilib turing, odamdan yaxshi qolar-ku. Siz buni tilam nima? Yo, tilamchi emasman. Prosta qissamda pulim qolmay qolibdi-da. Hozir u ishtonimda qolib ketdi. Bo'shtonimni kiyib chiqdim, oynalg'ali bachalaman shuni. Bu telefonim berasiz? Men tilpangizni, birov tilpanni olib qo'yaman. Nechta beray? 50 million berib turasizmi? 50 million siz g'irt masxara bo'lasiz-ku. Yo'q. Vakansiyaga yo'q dedingiz. Hazillashtirman-da, aytib hazillashaman-da, keyin odamlar ichiga kirib olaman-da, atagangizni bermang. Nima qilasiz pulni? Chilonzorga ketishim kerak. Chilonzorga? Shu yerda. Ha. Bu yer qayer edi? Bu yer qayer edi? Drujbaga Drujba. Ha. Faqatchi qancha kerak sizga? Beraring bir 500 mingmi, 200 ming. Yo'q, uncha pulim yo'q. Lekin ertaga qaytarib beraman pulingizni. Yo'q, mayli, ertaga qaytarib bermasam borishi, chunki yonimda maqtanish demang, prosta men sanayman, bering. Men sanab beraman agar. Qaraysiz. Yo'q. 50 ming bo'ladimi? 50 ming? Ha, bo'ldi. Bo'ladimi? Yetadimi? Yetadi. Borishingizga qayerga borishim kerak dedi? Chilonzor tomon olib ketolmaysizmi? Mashinangizda mindirib ketolmaysizmi Chilonzorga? Men taylab qo'ya olmaysizmi? Lekin boshqa joyga ketaman-da. Boshqa joyga ketasiz. Lekin pul berdim-ku, shunda men bu yerda qarang, taksiga o'tirib. bitta narsa aytaman, pulni berdingiz, o'shaning yuzingiz shundaylar chiroyli ekanki, farishta ham sizchalik chiroyli emas. Ko'zingizdagi kulgishlarni men bu dunyoda ko'rmaganman. O'shaning hali dunyoning go'zali ham sizni oldingizda jilab jarasiz, sizni go'zalligingizni ko'rsa. Shuncha maqtov? Yo, rostdan juda ham chiroyli ekansiz. Qarang, kiyimlaringiz ham jarashgan, mana qo'llaringizning nozikligi paxtadan ham oppoqda. Ishonmaysiz. Sutdaysiz. Oppoq sutday chiroyli ekansiz-da. Chilonzorga taylab qo'ysangiz, lekin siz bu dunyoning eng yaxshi odami. Qayerga boradi? Farqi yo'q, luboy joyga taylab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mindirasizmi? Men orqaga minaman-da, oldinda qo'rqaman. Orqaga minsam bo'ladimi? Orqada narsalarim bor edi-da. Yo'q, men tegmayman nershangizga. Yo'q, narsalarim biroz Ha. Siz qarang, eshiting. Buni maqtash aytmayman, juda ham chiroylisiz. Go'zallik sizni. Xo'p, gapirmay ketaman. Jim keting. Xo'p. Mashinangizni ham juda yoqda-yoqan, xolodillikka o'xshaygan bor-ku. Shaftoli. Yo'q, shaftoli yo'q. Lekin siz ko'zingiz yana aytaman, bu dunyoda eng go'zallik, haqiqiy go'zallik. Sizda odam men ko'rmaganman shu umrim mobaynida. Nima, buncha zo'rsiz? Men o'zim ham juda ham shaddod qizman-da. Yoqadi menga shunaqa, pozitiv insonlar menga juda ham yoqadi. Ismingiz nima? Otim G'ofir.